dastlabki sinov muddati xodimni tegishli ishga qabul qilinayotgan paytga u ishga muvofiqligini tekshirish uchun dastlabki sinov muddati belgilanishi mumkin. Dastlabki sinov muddati dastlab ishga qabul qilish chog'ida mehnat shartnomasida belgilanishi lozim. Agar mehnat shartnomasida dastlabki sinov muddati belgilanmagan bo'lsa, xodim dastlabki sinov muddatisiz ishga qabul qilingan hisoblanadi. Xo'sh, qanday hollarda xodimga dastlabki sinov muddati qo'llash mumkin emas? Homilador ayollarga, 3 yoshgacha to'lmagan bolasi bor ayol va yoki 3 yoshga to'lmagan bolani tarbiya qilayotgan ota, ya'ni vasiyga, bundan tashqari tegishli oliy ta'lim tashkilotlarini grant asosida tamomlagan va dastlabki 3 oy ichida yo'llanma asosida qabul qilinayotgan bitiruvchilar va ta'lim tashkilotlarini tugatib 1 yil ichida birinchi marta ishga qabul qilinayotgan bitiruvchilarni va 18 yoshga to'lmagan shaxslar, o'zi bilan 6 oy muddatga mehnat shartnomasi tuzilayotgan shaxslarga va jamoa shartnomasida belgilangan boshqa tartiblarda xodimlar bilan dastlabki sinov muddati belgilashga yo'l qo'yilmaydi. Xodim mehnatga layoqatsizlik varaqalarida bo'lgan davrlar dastlabki sinov muddatiga kiritilmaydi. Dastlabki sinov muddati bilan ishga qabul qilingan xodimlarga mehnat qonunchiligi to'liq ravishda tatbiq etiladi. Dastlabki sinov muddati ish stajiga ham to'liq ravishda kiritiladi.